Beldagi kuchli og'riq, skolioz va harakatda cheklovlar bilan kelgan opamiz bizda 6 kunga muolaja oldilar va otsev berishga qaror qildilar. U yo'g'ini o'zlaridan eshitamiz. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Skelet klinikasida davolandim, necha yil oldin. Grija, umurtqa poзвоночный skoliozim bor edi. Shu yerda Allohning izni bilan davolandim. Xudoyim alhamdulillah yaxshiman. Xudoyimga behisob shukr. Sababchi bo'lgan odamlarim shu doktorimiz Umid opa hammasi shu yerda yordam berishdi. Kelganimda qiyshayib, grija tortib keldim. Hozir yaxshiman, yaxshi egilyapman. Kelishinglarni tavsiya qilaman. Onamlar ham shu yerdan kelib davo topib ketdilar. Ancha yaxshilar onamlar ham. Mana keldim o'zim ham. Hammanglar kimda kim shu yerda muammosi bo'lsa, grija, nerv tortgan bo'lsa, umurtqa poзвоночный kimda shu muammo bo'lsa, kelishlarni tavsiya qilaman. Mana men yaxshiman. Og'riqlaringiz bormi? Og'riqlarim yo'q, yaxshi hammasi. Ketdi, mana joyida, shu yerda lichina oldim, qatnab. Hammasi yaxshi. Men hammanglarga tavsiya qilaman. Kelinglar, hammanglarga rahmat. Alohida Umid opamga rahmat. Allohning izni bilan shifo topdim. Shifoli bo'lsin, sizga manfaatli bo'lganimizdan biz ham xursandmiz. Sizga ham rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Oyijonga salom. Rahmat. Shifo bo'lsin. Skolioz muammosi va tanada kuchli og'riqlar sizlarni ham qiynayotgan bo'lsa, bemalol Skelet jamoasiga murojaat qilishingiz mumkin. Videoda ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling.